Rahmat keling, ko'p yashang. Bor o'tiring aka. Tez, jiyan yaxshimisan? To'yda qarz bo'lib qoldik. Shularni hisob-kitob qilib ber. O'tirinchi hozir hisoblab beraman men sizga. Xo'p. Ikkita braslet bordi-ku. Kelin, taqib oldingizmi? Darrov, ha? Qani bu yoqqa olib keling. Tez. Bunisini ham. Mana, jiyan. Iloji boricha qimmat qilib ol. To'yda juda ham qiynalib qoldik. Voy, bolam bechora. To'y qilaman deb to'kilib bo'ldi. Bo'ldi xola. O'zi biz qimmat olamiz. Hop. Bularingiz 750 proba degan, holatlari yaxshi. Yangi bo'lganiga 1 million 100 dan hisoblab beraman. Izdelik bo'lganiga. 47 million atrofida bo'ladi. Bular 585 ekan, hozir ko'rib chiqdim. Bularni 860 mingdan hisoblab beraman. Shunda 42 million 100 bo'lar ekan. Общий narxi sizga 89 million 100 bo'lar ekan, sizga 89,5 million beramiz. Voy, jiyan, buncha zo'r. Hamma joyda shunaqa arzon olishyapti tillalarni. Sizlarda zo'r ekan-ku. Menga qara, o'zingga ham ancha-muncha qolsa kerak-a? Voy, do'mboqqina jiyanim. Qoladi, xola, insof bilan. Shu bizga ko'pincha xalq tomon bo'lamiz-da. Ya'ni xalq qo'yamiz. Shuning hisobiga bizga unaqa ko'p qolmaydi, lekin klientlarimiz o'ziga yarasha ko'p. Jiyanim, baraka top iloyim. Qani, pulni sanachi endi? Xo'p, bu yerda 80 million 9 million 500. Xo'pshi 89 million 500 xolam. Voy, butun qilvara qo'yindi. O'zi sizga yo'q narxlarda hisoblab berdim. Qimmat. Bo'ldi. Rahmat. Jiyan. Qani kelin poshsha, sumkani olib keling. Voy, katta rahmat senga. Uyga o'tinglar. Xo'pmi? Kelinning qo'lidan choy ichish kerak, jiyanjon. Axir jigarimsan. Katta rahmat. Sog' bo'lgin. Omadinglarni bersin. Agar siz ham xolam kabi tilla buyumlaringizni qimmatroq sotishni xohlasangiz, unda albatta Gold Expertga murojaat qiling. Gold Expert hamisha siz bilan.